Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum qarindoshlar. Bismillah etib videomni boshladim hamsa. Video ishlashdagi asosli maqsadim dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlar va yoki hozir so'zlayotgan tilimni tushunadigan barliq turkiy tillarsiz o'zbek qarindoshlarning ichida Kanadaga kelish orzusi bor bo'lgan hamda shu izlayotgan qarindoshlar bo'lsa, shularga bir chiqish yo'li, ya'ni iznish yo'lida bir foydasi bo'larmikin, yordam bo'larmikin degan maqsadda bu videoni ishildim. Aldı bilan o'zim tanishtirib o'tsam, o'zim Kanadada yashayman. Kanadaga 2012 yil o'quvchilik viza bilan kelgan. O'qish jarayonida bir necha qatim o'quvchilik vizamni uzatdim. O'qish bitirib bo'lgandan keyin xizmat vizasiga almashtirdim. Xizmat vizasiga almashtirib bo'lgandan keyin bir necha yil xizmat qilib, mushu yangi xizmat tajribasi to'plab, ko'chmanlikka iltimos qildim. Mushu viza uzartish, viza almashtirish hamda ko'chmanlikka iltimos qilish mushu jarayonlarda men mushu Kanada hukumat to'rbetininki ushaq ujup-ujup jamiyatini bilib bo'ldim-da. Yaqindan chiqayotgan siyosatlarga malaka yaqindan ko'ngil keldim. Qarindoshlarninki iznish yo'llarida ancha-muncha bir foydasi tegib qolarmikin degan maqsadda bu videoni ishildim. Videomning asosli mazmunlari Kanadaga kelishning yo'llari, vizaning turlari, ko'chman bo'lish va ko'chman bo'lishning ichidagi har xil programmalar qatorliq mazmunlarga chetildi. Undan boshqa yana qanday qilganda Kanadaga viza olish iltimosninki vizaninki qabul qilinish nisbatiniki yuqori ko'tarilgan bo'ldi degandek mazmunlar. Foydasi qilishini umid qilaman. Eng oldi bilan so'zlamaydigan bir necha yo'l bor. Shularni oldi bilan chiqarib aytib turay videomizdagi vaqtni qisqartirish uchun. Birinchisi mablag' solish orqali ko'chman bo'lib kelish. Buningki ismdilla chiqib turibdi. Yana yetarli mablag' va yaxshi bir savdo plan bor bo'lsa, mablag' solish orqali ko'chman bo'lib kelish degan mush yo'lni tanlasa bo'ladi. Buningki ehtiyoji bor kishilarimiz ancha jiq emas bo'lishi mumkin. Yomon boylaringlar bo'lsa, men ayrim gap qilsanglar men yo'lni ko'rsatib beray. Chaqchaqa men faqat mushu tavsiya degan bir shamoning boy keligini deb qo'ymoqchi. Ikkinchi bir so'zlamaydigan mazmun miros kvartislik qilib kelish yo'li orqali Kanadaga kelish. Bu yo'lni so'zlamay bizniki bir bu yerda bizga miros qoldirib qo'ygan ota bo'lganimiz mumkin. Yana bir so'zlamay o'tib ketadigan Kanadaninki kelish yo'llarining birisi qonunsiz chegaradan kirish. Bu yo'lni tavsiya qilmayman. Bu qiziquvchilar bo'lsa, bu to'g'riliqni ayrim bir video ishlab ayrim bir videoda so'zlasam bo'ldi. Bu to'g'riliqni so'zlamayman. Asosli mazmunlar sayohat vizasi va uning turlari, o'quvchilik vizasi, xizmat vizasi, oila bo'yicha ko'chmanlikka iltimos qilib kelish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oldi. Bularningki har birisining mazmunlari ayrim so'zlak bir muncha ayrim videolar chiqdi. Shunga sizlarningki videolarimning hammasini bir ko'rib, o'zingizga mos keladi deb qaragan yo'llarni tanlab bo'lgandan keyin shu yo'l ustida davomli qizishinglarni umid qilaman. Shuni qo'llab beringlar. Sizlarga foydali bo'lsa, atrofinglardagi kishilarga foydali bo'lishi mumkin. Ham barlab qo'yinglar, barmoq bargisini besib qo'yinglar. YouTube kanalimga a'zo bo'lib, ayondagi kichik qo'ng'iroqni ochib qo'ysanglar, mening barliq videolarimni birni qoldirmay, vaqt-vaqtida ko'rib mangalaysizlar. Sizlarga ko'p rahmat. İşlerin oңushli bo'lsin. Kelargi videoda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.